Aziz onajonlar, farzandingizga gijja parazitlar hisobiga aptekadan har xil dori-darmonlarni beramiz, siruplar beramiz. Ayrimlari shirin, ayrimlari achchiq. Farzandlarimiz ichishni xohlamaydi. Va biz qiynalamiz bu holatda. Hamda kamqonlik, gijja bo'lgandan keyin albatta qoni kamayadi, kalsiy kamayadi. Shuning hisobiga biz turli xil taraddudlar ko'rishni boshlaymiz. Endi buning juda ham ajoyib yechimi bor. Dexin Kakozi. Aynan ushbu mahsulotimiz tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan bo'lib, gijjaning har qanday turini qopi bilan to'kib beradi. Gemoglobinni ko'tarib, xotirasini ham mustahkamlaydi. Farzandimizni yaxshi rivojlantirib beradi. Shokolad ta'mli kakao. Buni damlab iste'mol qilamiz. 70-80 gradusli suvni olamiz. Bitta pachka kakozini olamiz va damlaymiz. Och qoringa farzandlarimizga imkon qadar gijja parazitlarini to'kish uchun imkon qadar och qoringa beramiz. Bitta pachkasi 100-120 gram suvga damlanadi. Agar farzandimiz 5 yoshgacha bo'ladigan bo'lsa, bemalol yarimtadan bersak bo'ladi. Lekin 6 yoshdan boshlab bir pachkadan beraveramiz. Aralashtiramiz. Iste'mol qildiramiz. Och qoringa ovqatlanishdan eng kamida yarim soat oldin, bo'lmasa 1 soat oldin ham bersangiz bo'ladi. Och qoringa deganim o'sha gijja parazitlar boshqa ovqatlarni iste'mol qilmaydida, aynan mana shu kakaoni iste'mol qilib qopi bilan to'kiladi. Bu bizga juda ham foydali hamda gemoglobin juda ham ajoyib tarzda ko'tarib beradi. Sovuq suvga ham damlab qo'ymang, erimay qolishligi mumkin. 70-80 gradusli suvga damlasangiz juda ham maromiga yetib damlanadi. Iste'mol qilamiz. Bismillah. Ta'mi juda ham ajoyib. Barcha yoshdagi insonlarga mumkin, hatto homilador ayollarga ham o'zi ham homila yaxshi rivojlanadi. 3 kunlik chaqaloqdan boshlab 100 yoshgacha mumkin. Barchangizga tavsiya qilamiz. Dexin Kakozi.